Men tanlov deyman, siz esa Olov tanlov. 59.3% o'zbekistonliklar Pepsi'ni tanladi. Va endi Pepsi yana ham ko'p bo'ldi. Pepsi o'zimizcha tanlov. Baburello haqida 100 ta fakt. Qana ketdik. Ismi Bobur, familiyasi Utarov, millati o'zbek, gamer va youtuber. Hozirda 21 yoshda. Toshkent shahridagi 171-maktabda o'qigan. Webster institutini bitirgan va bitiruv marosimini boshqacha nishonlagan. Rus va ingliz tillarida gaplasha oladi. Amerikada ham o'qigan. Yoshligida futbolchi bo'lgan. Paxtakor klubining tarbiyalanuvchisi. 20-raqamda o'ynagan. Chapaqay, paintball o'ynashni yaxshi ko'radi. Baburello nomi bilan ijod qiladi. Birinchi nickname Mr. Baburello bo'lgan. Yaqinlari Bob deb chaqirishadi. Travis Scottning qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan hayvoni mushuk. O'zining ham mushugi bo'lgan. Eng yaxshi ko'rgan aktyori Leonardo DiCaprio. Suzishni biladi. Ilk telefoni Xiaomi A1 bo'lgan. Ilk Vine videosini 2018-yilda olgan va u rus tilida bo'lgan. Nike brendini yaxshi ko'radi. 2 yil briketda yurgan. Eng yaxshi ko'rgan o'yini CS2. Paket haqida ham Vine olgan. Lifehack videolar ham ishlagan. 2019-yilda maktabni tamomlagan. Bitiruv kechasida yig'lagan. Meditatsiya qilib turadi. Eng yaxshi ko'rgan kinosi Sherlock Holmes. Vlog videolar olishni yoqtiradi. Birinchi yuklagan videosi 250 ta prosmotr olgan. Video montajlarini o'zi qiladi. Marvel filmlarini yaxshi ko'radi. CS2 bo'yicha turnirlarda qatnashgan. Streamerlikni 2022-yilda boshlagan. Reklama roliklar ishlash bilan ham shug'ullangan. Uydagilar gamer bo'lishiga qarshilik qilishgan. Sochini jingalak qilib ko'rgan. Birinchi mashinasi Gentra bo'lgan. Stream qilayotganida darvozasini buzib kirishmoqchi bo'lgan va unga qarshi pichoq ko'targan. Lekin bu fake bo'lgan. APG bilan hamkorlikda ishlagan. Twitchda ham streamlar qiladi. Xayriya quti nomli rubrikasiga ega. 10-levelga chiqa olmagani uchun sochini bo'yashiga to'g'ri kelgan. Xayriya ishlari bo'yicha ham shug'ullangan. Wendy's burgerlarni odamlarga tarqatgan. Dam olishdan ko'ra o'z ustida ishlashni afzal ko'radi. Hayotda ham hazillashishni yoqtiradi. CS2 bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan. Sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Undan ortiq davlatlarda bo'lgan. Anime ko'rishni yoqtiradi. Eng yaxshi ko'rgan animesi Blue Lock. Dunyo bo'ylab telekanalda chiqqan. Mustang mashinasini sotib olishni orzu qiladi. Lav Sosadan intervyu olgan. Streamida 100 ming marta booster deb gapirgan va shundan keyin streami blok bo'lgan. Motivatsion videolar ham ishlagan. O'zining birinchi turnirida 1 million so'm yutib olgan. O'zbekistondagi eng top kibersportsmenlar bilan CS o'ynagan. Turkiyaga 1 million so'm donat qilgan. Uysiz odamga bilet sotib olish uchun yordam bergan. Futbolchi bo'lishni orzu qilgan, lekin travma olgani uchun futbolni to'xtatgan. 19 yoshida $1000 topishni boshlagan. Ota-onasini umraga jo'natgan. Xiro'r Alixonov bilan yaqin do'st. Dadasiga Merc olib berishni orzu qiladi. Blogerlar bilan ekstremal bekimachoq o'yinida qatnashgan va 10 million so'm yutib olgan. O'zining Honda mashinasiga ega. Maqtanishni yaxshi ko'radi. Maktab savollari nomli rubrikasiga ega. Abuser bilan ham video ishlagan. Louis Vuitton brendini yaxshi ko'radi. Klassik uslubda kiyinishni yoqtiradi. BMWning fanati. 24 soat Batut centerda qolgan. YouTube kanalini 2019-yilda ochgan va hozirda 120 mingga yaqin obunachisi bor. Birinchi Ace'ni AWP'da qilgan. YouTube kumush knopkasiga ega. Aka Water Challenge'da qatnashgan va 1,5 milliard so'm yutib olgan. Muz to'ldirilgan vannaga tushgan. MC Giniga prank qilgan. Bilyard o'ynashni yaxshi ko'radi. Aslanboy bilan $4000 kubokni yutgan. 52-etajga piyoda chiqib ko'rgan. Eng yaxshi ko'rgan futbolchisi Ronaldo. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.